Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga qumsuvoq ishi 2025-yil qish oyida qumsuvoq qilsa bo'ladimi? Nech pul ketadi, usta haqqi, rasxoti, hammasini hisob kitobini qilib, chiroyli qilib video qilmoqchi bo'lib, yaxshi niyatda ishimizni boshladik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan keyin qiziqarli, foydali videolar iloji boricha tez qo'yib boramiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, mana qumsuvoq bo'yicha ma'lumot olgani ustani oldiga keldik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, yaxshimisizlar? 2025-yilda qish oyida qumsuvoq qilsa bo'ladimi? Nech pul ketadi, usta haqqi, qumi, sementi, hammasini, eng muhimi ishni sifatini sizlarga yoritib bermoqchi bo'lib, mana bitta video qilyapmiz. Hurmatli admin, ishni sifatini ko'rsatib qo'yasiz, pravila orqali. Ko'rishinglar mumkin. Ochilmayapti, pravilalar chiroyli kelyapti. Bu tomonlama ham qo'yishimiz mumkin. Mana ko'rsatib qo'yasiz. Bu joyimiz Andijon viloyatida joylashgan bo'lib, biz ko'p 10 xonacha 2 etajli zdaniyamiz. Ko'rishinglar mumkin. Orqa tomonlarda ham yana joylarimiz bor. Qish oyida suv muzlamasa, suvoq muzlamasa bemalol ish qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Shu tomonda ma'lumot beramiz keyin. Mana ish sifatini ko'rishinglar mumkin. Bu devor bilan pravilaning chekasini ko'rsanglar, juda bir chiroyli. Mana yana xohlagan joylarga, xohlagan tomonlarga. Bu joyimiz taxminan 1000 kvadrat atrofi chiqadi. Endi men sizlarga 1 kvadrat metriga nech pul usta haqqi, qum, sement, hammasini chiroyli qilib hisoblab beraman. 1 kvadrat metriga qum, sement, mayda-chuyda chiqimlar hozirgi kunda kerak bo'lsa bir mahal ustalik qoni bilan 15 ming so'mga tushadi 1 kvadrat metri. O'rtacha hozirgi kunda padmayak suvog'imiz usta haqqi 40 ming so'm. Uyda egasiga 55 ming so'mga aylanadi. Mana shu suvoq 1 kvadrat metri shu pardozi bo'lishi bilan 55 ming so'mga aylanadi. Endi biz sizlarga ichkari yana qancha joyimiz suvoq bo'lishi haqida qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, so'zlarimizda adashib ketgan bo'lsak, to'g'ri tushunasizlar. Bu birinchi videoyimiz. Bizga obuna bo'lib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, iloji boricha har kuni yangi video qo'yib ketamiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bu tomondan kirganda to'g'riga orqa tomonga o'tib ketiladi. Orqa tomon katyo'lxona, qo'yxona, hammom, hojat shunaqa tomonlar. Mana bu ikkinchi etaj, uyda ichkari qismiga kiradigan joyimiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu tomonda ikkinchi etajga ham yo'l bor. Xullas, mana shu joylarni chiroyli qilib suvoq qilinadi. Sement, suvoq, padmayak.